bolam, bu kishi shariat va tariqat va ma'rifatlarning maydonini haqiqat olamiga kirib kelgan odam, Qurbon Darvesh Qalandar, haq yo'lida samandar, obro'si shu osmon qadar Qurbon Darvesh Qalandar. Xudoning ishqida yo'lida yurgan bir devona odam. Hu dinglar devonalar hu, mayxonaga kirmasin begonalar hu, mayxonaga kirsa agar begonalar hu, payız tushmas devonalarga hu deb butungi avvalgi eranlarimiz Allohga yaqinlash uchun şu tariqat yo'ldan tutganlar. Assalomu alaykum. Ya hazratlari, ya bormilar, salomatmilar? Bor. Ya assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'stim? Alloh uchun do'st bo'lgan. Salomatligingiz yaxshimi? Baquvvatini charchamay, tolmay haqqimizga duo, butun elimizni duo qilib turibsizmi? O'rgilay sizdan. Bir endi janoblarini ziyoratlarga kelib bir duolarini olishga musharraf bo'lib kelyapmiz. Nimaga? El nazar tashlab qaro tuproqni aylar kimyo bo'lmoq uchun unga kerak eldan duo. El duosi haq rizosi avliyo. El duosi deganda siz haqida minglab odamlar. Ashlarda hammasini quvvati bor, sizda ashlarda duosi hammasi. Barakalloh, rahmat. Hay bo'l. Qani yursinlar. Hay. Aferin, kayf tabiatlar ravshanmi? Sallalaringizdan bir chiroyli. Rahmat. Sallaga erishsa kalla ham borda. Xudoni tanish, uni yo'liga kirish, ish yo'lida Alloh taoloning oshiq kishiga o'lmoq dardiga shifo keldi deganlar. Hay. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlaridan bo'lsin. Allah. Yo siz men oldingizda yurmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsiz. Qadamlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hay. Maylida bu vayrona bo'lishligi mo'minlarning qalbi doim vayrona. Aksari do'sti xudolar maskani sahrodadir. Hadile şöyle tafsir. Aksari do'sti xudolar maskani sahrodadir. Shuni valilar turbatin ko'p biyobondan topar deydi. Ko'p biyobonlarda tutsa has bo'ldi. Hay.